Saudara-saudara sekalian, saya sendiri pada 20 Oktober 2024 lalu beruntung berkesempatan mengunjungi dan berziarah ke makam Imam Bukhari. Pada waktu itu sedang direnovasi, dan tadi saya tanya kepada beliau, sekarang ini sudah menjadi sebuah tempat makam yang menurut saya luar biasa. Silakan untuk datang ke sana. Bertepatan saat saya diundang untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan Bidang Pariwisata dan Warisan Budaya Dunia dari Universitas Silk Road International, Uzbekistan. Hududlarga borishga ruxsat beryaptilar. Bevosita 20-oktyabr 2024-yilda o'zim shaxsan aynan shu maqbaraga tashrif buyurdim va bu paytda juda katta O'zbekiston hukumati tomonidan juda katta qayta qurish ishlari amalga oshirilayotgan ekan va hozirgi sahna ko'rinishini yakunida ko'rdimki, O'zbekiston prezidenti va aynan shu obyektni hozirgi holati, bitayotgan holatiga tashrif buyurganliklarini va juda xursand bo'ldim va bu yerda o'tirgan bugungi sahna ko'rinishidan zavqlangan mehmonlarni albatta men kabi deyaptilar ziyorat qilishlarini so'ragan bo'lardim va bevosita bu tashrifim O'zbekiston hukumati taklifi bilan va bu yerda Samarqandda joylashgan Ipak yo'li universitetining faxriy professori unvoni berilishi munosabati bilan borgan edim. Saat saya berdoa di pusara Imam Bukhari, saya didampingi oleh Ketua Kompleks Al-Bukhari, Ded Komboy Ermamato, dan Imam Masjid Al-Bukhari, Mahmud John Ibo Dullai. Hati saya bergetar secara spiritual ketika berdoa di makam tersebut. Ushbu tashrif mobaynida mana bevosita aynan shu kompleksning imomlari o'zlari kutib olishdi va kompleksni bevosita rahbariyat, hokimiyat vakillari bilan birgalikda xuddi otam kabi xuddi o'sha da'vatni qayta his qilish imkoniyatini berishdi. Membayangkan perjuangan spiritual dan keilmuan Imam Bukhari dan mengingat juga jejak yang dahulu dilalui oleh Bung Karno sehingga beliau masih sempat untuk memikirkan makam Imam Bukhari. Saya ketika mendengar cerita tersebut dari ayah saya sendiri, saya dapat merangkaikan betapa getaran hati mereka berdua ternyata bersambut. Karena kalau umpamanya Bung Karno tidak berkeinginan untuk mencari makamnya ketika saya berada di sana, dapat saya bayangkan makam itu tetap kubur. Tidak ada yang datang untuk berziarah. Makanya menurut saya inilah kesempatan bagi kalangan muda yang betul-betul ingin belajar masalah agama Islam. Tolonglah kalian pun harus banyak membaca hadis daripada Imam Bukhari. Mana shu maqbaraga ziyorat va duo paytida his qilgan tuyg'ularimni o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni o'sha paytda 56-yilda qanday holatga tushgan ekan otam, chunki spektaklning yakunida ko'rdilar, anaqa To'karno qabrning oldida shokka tushgan holati tasvirlangan. Bu aynan qabrning atrofini juda tashlandiq holatga kelganligidan, bunda buyuk odamni shunday ahvolda tushganidan, qabrlarini e'tiborsizligidan bunday holatga tushganida shu narsani his qildim va hozirgi kunda qanday obod, qanday yaxshi joyga aylanganligidan ilhomlandim va shu munosabat bilan yoshlarga aytmoqchiman. Albatta barchalaring oladigan zamonaviy ilmlar bor, lekin aynan Imom al-Buxoriyning hadislarini ko'proq o'qishga, insonni haqiqiy nima deydi, hadislar orqali islomni haqiqiy amaliy holatda o'rganishga tavsiya etaman deyaptilar. Hadirin sekalian, Uzbekistan adalah negara yang kaya akan sejarah peradaban Islam. Ketika saya ke sana untuk pertama kali,
saya sangat tidak menyangka kehidupannya sangat hangat, tempatnya itu sangat indah, seperti tadi sedikit digambarkan. Mereka sangat senang dengan tanaman, dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Saya telah diminta lagi untuk pergi ke sana karena mereka meminta saya untuk membuat yang namanya sebuah taman, untuk menjadikan taman itu sebagai sebuah peristiwa persahabatan antara Indonesia dengan Uzbekistan. Endi zamonamiz O'zbekiston haqida gapirmoqchiman. Bevosita tashrifim mobaynida men kutmagan edim O'zbekiston shunchalik rivojlangan, shunchalik insonlari bag'rikeng va do'stona ekanligidan. Va yana bir e'tiborimni tortgan narsa tabiatga, o'simliklarga, tozalikka juda e'tiborli xalq ekan deyapti. Rivojlanganligi haqida, sharoitlari haqida hali ekranda qisqagina rolik berildi. Lekin bu Toshkent, Samarqand, boshqa shaharlarining imkoniyatlarini ondan birini ham ochib bera olmadi. Shu sababli ko'rishlariga kelyapti va o'sha yerda menga taklif qilishdi, bevosita tabiat bilan bog'liq, Indoneziya bilan bog'liq o'rmon yaratish nimasini berish. Shu sababli yana borib majbur bo'laman. Bagi rakyat Indonesia, Uzbekistan bukan hanya sebuah negara di Asia Tengah. Ia adalah bagian dari sejarah spiritual bangsa kita. Jejak-jejak dari Presiden pertama Republik Indonesia yang telah mentautkan persahabatan. Bung Karno pernah menggambarkan rakyat Uzbekistan dengan peribahasa, jauh di mata, dekat di hati. Dan rakyat Uzbekistan pun memiliki ungkapan serupa. Jika hati kita dekat, jarak bukanlah penghalang. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi bizdan uzoqda joylashgan bir geografik nuqta ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi madaniy meros, O'zbekistonni tarixi bu bizni bog'lab turadigan eng yaqin umumiyligimizdir. Shu sababli shu karmoni oxirida qo'l bilan yozgan esdalik xatini ko'rsatdi spektaklda va u yerda aytilgan indonezlarning maqolini yozib ketsam o'zbek xalqiga tilagimda. Ko'zda masofa uzoq bo'lishi mumkin, lekin yurak nuqtai nazaridan yaqinmiz. Bu indonez maqoli. Lekin o'zbeklarda ham borganimda bildim shunaqa maqol bor ekan. Agarda qalban biz bir masofani uzoqligi bu menimcha sayohat qilishga. Acara malam ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi juga sebuah jembatan sejarah dan perasaan. Kolaborasi para aktor, pemusik, penulis naskah, dan sutradara dari Indonesia dan Uzbekistan adalah bentuk nyata dari persahabatan yang lahir dari penghormatan dan cinta pada sejarah bersama. Bugungi tadbir faqatgina bir soat davom etgan ko'ngilochar nima emas, balki bu kelajakdagi ikki millatni yanada yaqin qiladigan, bir-birimizga hurmatimizni, bir-birimizga qiladigan tadbirkorlik ishlarimizni yanada rivojlantiradigan ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu sahnada Indoneziya va O'zbekiston tomonidan musiqachilar birga musiqa bastalagan. Dekoratorlar birgalikda kostyumlarni dekoratsiyasi bilan shug'ul, ssenariy va rejissyorlar bu yerda birgalikda ishlagan. Uni ortida hukumat vakillarini qo'llab-quvvatlab turibdi. Demak, bir necha soha vakillarini birlashib shunaqa bir san'at asarini yaratganliklari bu degani kelajakdagi munosabatlarimizga yanada mustahkam poydevor qurdi deb ishonaman. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan karya ini, kepada Ahmad Fauzi dan Falikon Umarov. Kalian telah menulis sejarah dengan tinta seni dan jiwa. Ahmad Fauzi va bevosita Umarov janoblariga minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ularni intellektual va bevosita mehnatlari bilan shunday ajoyib narsa mana Jakartaga tashrif buyurdi va shuncha odamning ko'nglidan joy oldi.
kepada para pemain, kru, dan penyelenggara, kalian harus yakin bukan hanya mengangkat kisah masa lalu, tapi juga menanamkan benih harapan untuk masa depan. Ya'ni bugungi tadbir sahna ko'rinishi bu tarixni eslash emas, balki kelajak uchun ko'chat ekish. Semoga kisah Imam Al-Bukhari dan Bung Karno ini menjadi pengingat bahwa ilmu, iman, dan keberanian selalu akan menemukan jalannya. Karena saya membaca dari Buddha Gautama yang mengatakan bahwa kebenaran itu pasti menang. Sehingga di sini dalam pidato saya sangat yakin bahwa kalau kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, saya yakin maka kebenaranlah yang selalu pasti akan menang. Gautamani gaplarni aytib o'tdilar, ya'ni yakunda haqiqatgina g'olib bo'ladi deyaptilar. Bu haqiqat albatta barchamizni, har bir o'zimizni ishimizga bo'lgan munosabat, o'zimizni o'zaro munosabatimizni samimiyligi aynan shunda aks etadi va yakunda bizni do'stligimiz shunday g'olibliklarga, yutuqlarga sababchi bo'ladi. Saya selalu berharap dan berdoa agar persahabatan antara bangsa Uzbekistan dan Indonesia akan terus hidup. Selalu kita menjaganya dengan rasa hormat, penghargaan, dan yang terutama adalah cinta kasih. Albatta bunday tadbirlar, bunday bir-birimiz bilan silai rahim, bir-birimiz bilan ko'rishishimiz ikkita katta millatning o'zini hududidagi eng katta millatlar o'rtasidagi do'stlikka, bir-birimizga mehrga, bir-birimizga qo'llovga sababchi bo'ladi. Katta rahmat barchaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai.